Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, YouTube ishqibozlari, Arashan ishqibozlari, hojakalar, hojatolar. Xo'p, aka-ukalar, bugun kunimizga Alloh taoloning barakotli kuni, muborak juma kuni, hammalaringda o'qigan juma ayyomlaring muborak bo'lsin, qutli bo'lsin. Xo'p, aka-ukalar, bugunga to'rtta beshta yaxshi sog'lig'im, bir dona qo'chqarim bor. Aytib o'tadigan bitta muhim ma'lumot bor. Inshaalloh qo'ldan kelgancha berib o'tamiz. Xo'p, akalar, Xo'p, videoni boshida aytib o'tib ketay shu narsani. Xo'p, bu yerda mana shu qo'chqor qo'zini ko'pchilik taniydi, men kanalimdagilar juda ko'p taniydi. Xo'p, mana bu qo'zini ham tanishadi. Xo'p, akalar, mana shu qo'zini otasi Namangan Chortoqda. Chortoqda Hoji akamda, Sherhojida. Va Hoji akamni qo'ralarida buni otasidan qochgan 40 ga yaqin sog'liqlar bor. Shu sog'liqlar hozir endi sotuvga boshlandi. Nimagaki yaqin bo'g'oz qilib sotaman Abduqodir deb turibdilar. Inshaalloh sotuvga qo'yishni boshlabdilar. Xo'p, akalar, bitta narsani aytib o'tib ketaman. Xo'p, bu qo'zlarni otasini video qilishimdan maqsad shu qo'zlardan kimdirlar, ya'ni xonadonda mana shunaqa qo'zlar tushsa, masalan, kimdirlar qo'z tushsa, Arashanga qiziqish yana ham ortadi, yana ham o'zimizda ko'payadi shu narsalar. Bu narsa ko'paygani bilan masalan menga hech qanaqa ziyon tegmaydi. Foydasi bo'ladiki, ziyon tegmaydi. Foydasi hali shu Arashanga qiziquvchi ortadi. Shuni orqasidan masalan ko'pchilikda tirikchilik o'tadi, boshqa bo'ladi. Xo'p, akalar, gapni ko'p cho'zmayman. Bitta like chiroyli bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, masalan, like dan bilib olaman-da, shuni o'sha yerga borib, o'sha qo'raga borib inshaalloh video qo'yaman. Prosmotr, like ko'proq yig'ilsa, kommentariyada Abduqodir shu qo'raga borib qo'ying, shu qo'chqorning otasini ko'rsating desalaring, albatta borib ko'rsataman. Mana qo'chqor ko'ryapsizlar, qulog'i buniki. Buni qulog'i 23, otasini qulog'i 24. Otasi Namangan Chortoqda Hoji akamda. Mana bu ikkinchi, mana bolasi. Bu qo'chqorni ukasi bu. Keyingisi. Mana shularni otasini hozir Hoji akamda ancha qo'ylarga qo'shganlar. Probniklari shu harakatda, shu qo'ylar sotiladi, to'y deb turgan qo'ylar. Like ni bosib obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Xo'p, biz maqsadga o'tsak, mana bu qo'chqorimiz sotiladi. Bu ikichga chiqarib qo'ygan qo'chqor. Hozir buni batafsil bo'ylarini, tishlarini, quloqlarini o'lchab ko'rsataman. Xo'p, oldin quyruqlarini ko'rsataylik mana. Quyruqni mana uzoqdan ko'ringlar. Tikka, bel bilan baravar tikkalikda. Tishini ham ko'rib olinglar. Shogirdim Mushtibeevni hozir ikkalamiz. Ikki tish, toza ikki tish. Quloqda Azimjon, bitta metr qo'yib berasanmi quloqqa? Quloqda ham ko'rib olasizlar akalar. Mana kalsov. Mana. 20. Bo'yiga ham bitta qo'yib bering. Kalla svet oppoq. Mana kalla, ikki tish, stoyka. Uzoqdan ko'rsatmasam jonivor katta narsa, gigant. Bo'yiga ham. Bo'yi yerdan akalar, mana hozir mana shu metrda. Qo'lingni qo'y Xurshidbek. Ana shayga. Qo'lingni tushir. Tushir yana. Mana tushib ketdi kushad. Mana nech ko'rsalang shuni pulini berib olaverasizlar. Ikki tish qo'ydi bo'yiga, menimcha yaxshi narsa, yaxshi natija. Mana umumiy ko'rinishi, mana qo'chqor kallasi, Uzun narsa. akalar, bu qo'chqorimiz hozir Namangan tuman Tepaqo'ron qishlog'ida o'zimni qo'ramda turibdi. Inshaalloh hozir bu yerda davomiga chiqaradigan sog'liqlarim bor. 4 dona, 3 dona, 4 dona sog'liq udaridan olib keldim. Mana ko'rasizlar hozir. Bu qo'chqor birinchisi bu. Hozir sog'liqlar ko'rsatamiz. Sog'liqlar olib chiqaylik-da. Xo'p, mana akalar, birinchi sog'lig'imizdan boshladik. Qo'chqordan keyin sog'liqlarimiz birinchisi. Bu tug'magan ikki tish qo'y. Xudo xolasa endi hozir borziga qo'shdik buni, inshaalloh. Qochib qolsa buni ham kimdirga yetkazamiz mana. Xo'p, bu birinchisi, mana tishlarni ko'rsatib qo'ying. Ikki tish. Ikki tish bo'ldi. Xo'p, ikki tish, mana quloqlari. Ungacha mana quyrug'ini ko'rsataylik buni. Quyrug'i vashim moshni. Mana quyruq. Hech qanaqa bir surilgan joyiga mana qirraligi. Sog'liq o'ta kirasada. Mana yetib qo'ying bo'yiga. Toshlar chiqqan. Toshlar qirraligi vashim moshni. Ushlab. Bo'yi yerdan mana ko'rib olaverasizlar akalar. Nechini ko'rsalang mana yerdan pulini ko'rib
berib sanab qo'yaverasizlar. Xo'p, akalar, mana sog'lig'imiz quloqlari mana shu holatida, unaqa hali ortiqcha shalpay buzib ketmagan, lekin o'ziga yarashgan chiroyli, kelishgan. Kallalar tumshuqlar oq. Mana. Tovlanib turadi, janob, tovlanib. Mana o'zi odamning ko'rinishi. Hop, bu birinchi sog'lig'imiz akalar. Hozir buni shu kattaga qo'shdik, katta o'zimizdagi qo'chqorga qo'shdik. Xudo xolasa qochmagan, tug'magan qo'y. Ikki tish. Hop, bu narxiga keladigan bo'lsak, narxi 10 million 500 ga dastavka qilib O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. 10 million 500 ming so'm narxi. Kimni shabloniga telefon qilaverasiz. To'g'ri, buni puliga ikkita qo'yib berish mumkin, lekin qo'y bilan qo'yda ancha farqi bo'ladi. Shunga qarab telefon qilaverasizlar akalar. Hop, ikkinchi qo'yimizni ko'rsatamiz. Xo'p, akalar, bu ikkinchi sog'lig'imiz. Ikkinchisi Xudo xolasa bu tuqqan qo'y, ikkita tuqqan. Kallalari svetli, quloqlari ashshi krasota. O'lchab ko'rsataman quloqlarini. Hop, bu azrezlarni ko'rsatib qo'yildi. Dumbalar. Hech olinmay qolgan uchun juni bo'ladi. Hop. Janu qo'qqani o'tirib olyapti. Hop, mana shu sog'lig'imiz umumiy yuzoqdan ko'rinishi. Kallalar bo'yni o'lchaylik chipta. Kalla vosh uzun ekan. Bo'yiga qo'lini qo'yib chiqishdik. Ana. Bo'yni va juni yo'q, bu juni aptashalangan mashinkada. Mana shu holatda ko'rib olaverasizlar. Ko'zlaringiz mana 1 sm bunaqa chiqmaydi. Mana juni. Yo'q, qulog'iga ham metr qo'yib qo'yilgan, mana shu qo'ydi. Quloq vash ketdi lekin bu. Quloq 21 ga boryapti. 21 ga boryapti. Shirinasi ham katta bu. 10. Mana akalar. Kalla ham vash katta, kichkina ko'rinyapti kalla, vash katta bunda. Bunga o'zimizdagi borzi 2-3 metrdan sakrab qochirdi. Xudo xolasa, endi qochgan qochmagani bu yo'q Allohdan. Bilmaymiz. Urganini ko'rdik, lekin qochish ushlamaganini bilmaymiz. Quloqini ko'rdilaring, bo'y baslarini ko'rdilaring akalar. O'zlarining pulini bahosini berib olaverasizlar bu yog'ini. Buni narxi 12 million so'mga dastavka qilib yetkazib beramiz akalar. 12 million so'm. Orqalarini bitta ko'rsatib turishdi, gash turishdi. Qo'y, o'tirib olyapti, o'tirib. Bu tomonga o'gich. Shu holatda. Hop, 12 million so'mga O'zbekistonda xohlagan joylarga jo'natib beramiz. Ana quloqlari 20 plus, past 21 ga boryapti. Bo'ylari vashshi yaxshi, polvon sog'liq. Qochirib berish sharti bilan ham sotaveramiz, xudo xolasa. Bu ikkinchi sog'lig'imiz, uchinchisini ko'rsatamiz. Akalar, bu uchinchi sog'lig'imiz, uchinchi qo'y. Bu bizga kelganda past 4 tishida, hozir 6 tishga chiqarib qo'yibdi. Bitta yoki ikkita tuqqan qo'y. Bu uchinchisi, ammo ozgina hurkayroq. Hozir quyruqlarini ko'rsataman. Quyruqlar tikka. Bu qochgan yo'q hali. Bu ozgina o'yyorlikda qochmay yuribdi. Kallalar. Tishlarini ham ko'rsatib qo'yaman. Tishlari vashshi marjon hali. Olti. Olti. Hop, mana qirraligi. Lekin yaxshi. Orqalarini ko'rsatchi. Mana orqalari. Bu tomonga o'gich. Mana shunday. Mana tomonni ham ko'rsatib qo'yaylik-da. Mana. Sog'lig'imiz. Hop, bo'ylarni o'lchab ko'rsatib qo'yamiz hozir akalar. Metrda olay. Bo'yiga keladigan bo'lsak, mana bo'ylari yerdan. Ko'rib olaverasizlar o'zlaring, pulini sanab berib olib qo'yaverasizlar. Bo'ylari zo'r. Hop, qulog'iga keladigan bo'lsak, qulog'i bir shu 19 atrofida bo'lishi kerak, plus minus xudo biladi. O'lchanmagan. Buni puli o'rta, xudo xolasa, anaqa. Katta ham emas. Xo'p, akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi dastavkasi ichida 10 million so'mga yetkazib beraman. Narxi 10 million. Qo'chqor bilan yuribdi bu ham. 10 million dastavka qilib yetkazib beraman. Telefon qilaverasizlar.
yo'qotikka. Xo'p. Shu bilan qo'yilgan so'liqlarimizni endi keyingi partiyaga qo'yamiz. Mayda olib kelingan qo'zilar bor, mana shu qo'zilarni qo'yamiz. Qo'zi bu 6-7 oylik qo'zi. Bu bor, yana 2-3 ta so'liqlar bor, yaxshi qo'zilar. Xudo xolosa ularni ham qo'yaman. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Samiglarni bu qo'ylar sizlarga tushmaganmi inshaalloh mana videolarni qo'yaman. Kimdirga tushishi telefon qilaverasizlar. Bu qo'ylar shu otalarini qo'yamiz. Xudo xolosa kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, o'tkazib yubormaysizlar. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar.